Xitoy o'smirlarga qaratgan ming yuvish tarbiyasini kuchaytirdi. Xitoy tajovuzlari boshlang'ich o'rta maktablarda sotsialistik qimmat qarash markazining manbasi temisidagi tarbiya faoliyatini kuchaytgan. Xabarda Jejang o'lkasi Tonglu noyasiga qarashli boshlang'ich maktabda ilib borgan go'zal san'at va xattatlik musobaqasida o'quvchilardan musobaqa qatnashtirmoqchi bo'lgan asarlarning mazmuni cho'qim sotsialistik qimmat qarashga aloqador mazmunlar bo'lishi talab qilinganligi. O'quvchilar har kuni dars boshlashdan burun 3 minut qizil naqshlarni aytishga majburlanganligi. Bu ahvollarning davomlashayotganligiga bir qancha yil bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu yil texmi avjiga chiqqanligi. Bu xil ahvol Xitoyning boshqa o'lkalarida bo'libmi Sharqiy Turkistonda intayin ig'ir ekanligi. Maktab tomlari yo'l bo'yidagi tomlarning hammasi degudek sotsialistik qimmat qarash degan mazmundagi so'zlar bilan to'lg'anligi tilga ilingan. Turkiya Rossiyadan havo mudofaa quroli sotib oldi. Turkiya Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining ogohlantirishiga qaramay, Rossiyadan S-400 tipli havoda mudofaa boshqariladigan snarat sotib olgan. Turkiyaning jug'rafiyalik o'rni nuqtasidan ilib etganda, Yevro-Osiyo cho'ng quruqligidagi 4 ochal yo'l bo'lishi, Turkiyaning strategik o'rnining muhim ekanligini belgilaganligi. Turkiyada yuz bergan 15-Temmuz voqeasining parda orqasidagi planlovchilarning dal Turkiyaning Amerika qatorliq ittifoqdoshlarining bo'lib chiqishi bo'lsa, Turkiyaning diplomatiya sohasida boshqacha yo'l tutishga majburlanganligi. Turkiya dunyoda qaytadan yuksalishi uchun boshqa taraqqiy qilgan kuchlar bilan hamkorlik o'rnatmasi bo'lmaydiganligi. Buning uchun Turkiya Rossiyani ondan qolsa taraqqiy qilayotgan Xitoyni tanlaganligi. Turkiyaning bu xil tanlashining davlat ichi va xalqarodagi manfaatiga uyg'un ekanligi tilga ilingan. Angliya taratqullari shaharning g'arbidagi Parsonis Girin bektida portlash yuz berganligini va orqadan o't ketganligini xabar qilgan. İctimai taratqularda ham bahrilangan uchurlarga asoslanganda, metroning orqasidagi bir oq rangli kabin portlagan bo'lib, metrodan chiqqan yo'lovchilarning yuzlari ko'yib ketgan. Metrodan qo'yiq tuman ko'tarilgandan keyin yo'lovchilar darhol tarqoqlashtirilib, qatnash to'xtatilgan. London metrosida kuniga o'tirichi hisob bilan taxminan 5 million odam qatnaydi. Erdoğan paytaxt Anqarada o'tkazilgan shaharlik hukumat boshliqlari yig'inida so'z qilib, ba'zi shaharlik hukumat boshliqlari mening haykalimni tiklab demish. Men buni anglab qattiq azoblandim. Hurmatli do'stlar, bu bizning ma'naviy qimmat qarashimizga zid bir ish. Men bu haykallarning tikilishini qat'iy xohlamayman. Aranglardan hech biringlar bunda xatolikni o'tkazib salmanglar degan. Yevropa parlamenti Bermi ziyoratini amaldan qoldirdi. Yevropa parlamenti umumiy kengashi tunugun 14-sentabr ovozga qo'yib tasdiqlagan bir qarorda Bermi hukumatini arakanlik musulmonlarga qartayotgan jinoyat va tajovuzchiliklarni darhol to'xtatib, insonparvarlik yordam tashkilotlarining rayoniga kirishiga ruxsat qilishiga chaqirgan edi. Qarorda yana Bermi tashqi ishlar ministri va prezident Aung San Suu Kyi'ning arakanlik musulmonlarga qilayotgan diniy va irqiy ayrimchilikni kuchli shaklda ayblashi kerakligi ta'kidlangan edi. Umumiy kengashdagi yig'inda konservativ islohotchilar guruhining a'zosi Amjad Bashirmi Bermiga qilinadigan ziyoratning amaldan qoldirilishini, Arakan musulmonlarga qilinayotgan qiyin qistoq va hujumlar sababidan embargo yurgizishini talab qilgan edi.